Shuncha xolodilnik qayerdan olding? Pilot apparatimiz 75 kiloli, italyanskiy, $750. Undan keyin mana kofe mashinkamiz ham muzlatib beradi, ham isitib beradi. Xullas buning narxi $200. Keyingimiz apparat xolodilnikimiz, buning narxi $600. Mikrovolnovkalarimiz 600 ming so'mdan. Qolganini hozir ko'rsatamiz. Gazoviy plitamiz bor. Gazoviy plitalarimizdan ko'ryapsizlar. Qoplati idealniy, italyanskiy, 5 ta konforkali. Narxi buni $350 har bittasi. Undan keyin barbekyu apparatimiz $300. Undan tashqari marinovочный shashlik uchun apparatimiz bu $200 dan hamda marmit deyiladi. Xullas marmit, elektr marmitimiz $100. Hozir qolganlarini ham ko'rsatamiz. Pimak xolodilnikimiz turetskiy. Bu yog'i ham xolodilnik salatli uchun. Bu yog'i ham xolodilnik. Endi qaranglar. KFC apparatimiz 380 voltda ishlaydi. Buning narxi $400. Qolgan mana shu yerda ko'rib turgan narsalar hammasi sotiladi. Qolganlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Samovar mo'ykali narxi $200. Narxi qo'shini pishiradigan apparatimiz, bunisi $300, bunisi $200. Ikkalasi gazda ishlaydi. Hozir qolganini ham ko'rsatamiz. Nержавейкali stollarimiz bor. Har xilidan o'zingiz aloqaga chiqib bilsangiz bo'ladi. Teplovoy marmitimiz bor. Buning narxi $700 dan. Hamda xolodilniklarimiz bor. Ko'p turibsizlar, ideal holatda turibdi. Narxlari $700 dan bemalol telefon qilib ulgurib qolsanglar bo'ladi. Hamda xolodilniklarimiz ham bor. Buni ham narxlarini aytib o'tamiz. Faqat telefon qilib bilasiz. Plus ulitka vычка zontlarimiz bor. Bemalol pastki nomerga telefon qilib narx-navolarni bilsanglar bo'ladi. Rahmat, sog' bo'ling.